Assalomu alaykum, hurmatli Telegram guruhi obunachilari, YouTube kanali obunachilari. Men hozir sizlarga bir natija qo'yib bermoqchiman. Hozir o'zi natijalarni ham kam qo'yayotgan bo'lgan bo'lsa, sababi Telegram guruhimiz bor, alohida natijalar kanali bor, o'sha yerda qo'yib borilyapti. Shuning uchun vaqtimiz ham bo'lmayapti, lekin mana bu unga o'xshagan natijalarni qo'yishga harakat qilyapman. Bunaqa holatlar ham ko'p o'zi. Yana bir o'sha eslatib o'tish uchun aytyapman. Bu natijani qo'yishimning sababi nima? Men mana ko'p videolarda gapiryapman, kapilni oliylarga gapiraman-ku, bu o'sha gapimning isboti bo'lish uchun. Ya'ni ximiyadan ko'p ba'zi birlar bosh tortadigan odamlar bor. Yoki bo'lmasam nima uchun ximiyadan bosh tortadi? Chunki faqat ximiya bilan bo'lib qolganligi uchun. Ximiyadan natija ololmaydi, ximiyadan qayt bo'ladi. Yoki bo'lmasam faqat kapilniga yopishib oladi. Kapilni oladi, asidlik fraksiya kapilni. Yoki bo'lmasa faqat asidlik fraksiyani o'zini ichadi. Yoki bo'lmasa men giyohlar bilan davolanaman deydi saraton. Aynan shunaqa odamlarga isbot tariqasida o'sha men ana shu uslubni qo'llash bilan natijalarga erishayotganligimni yana bir bor o'sha fakt bilan ko'rsatish maqsadida bu natijani chiqaryapman. Ya'ni hozirgi natijamiz bu ko'krak saratoni. Bu mastopatiya emas, aynan ko'krak saratoni haqida gap ketyapti. O'sha bir vaqt o'zida asidlik fraksiya ichilgan, asidlik fraksiyadan kapilni olingan, kompleks giyohlar ichilgan onkologiyaga taalluqli qanaqa men tavsiya bergan bo'lsam, o'sha Boligalov, akanit, giyohlar, stop metastaz, mazlar bilan hammasi kiradi. Va shu bilan birga onkologlarning ham tavsiyasini bir vaqtda o'zida, ya'ni ximiyani ham qabul qilyapti. Tushunyapsizmi? Mana shu narsa haqida gap ketyapti. Mana shu odamda men aytganman, qanchalik tezlashib ketadi davo topishi, buni cho'zish kerak emas. Necha aytaman, mana hozir sizlarga isboti. Hozir bir audio qo'yib beraman, eshitasizlar. Bunaqa natijalarimiz juda ko'p. Assalomu alaykum gruppadagilar, hammanglarni tanijoningiz sog'mi? Alloh hammaga shifo bersin. Men e'tibor bergan bo'lsanglar, anchadan beri shu gruppadaman. Ko'krak saratoniga asidini ichib va yaqinda xuddi Karimov doktor aytganlaridek ximiya olishni boshlagan edim. Doktorlar natijalarni ko'rib, ximiyani tabletka ichishni buyurishgan edi menga, ximiyani tabletkasini. Va 21 kun ichib analiz topshirasiz, o'zida qilasiz deyishgan edi. Xudoga shukr, mana bugun kecha 21 kunligini tugatib, bugun o'zidaga tushgan edim. Zo'r yangilik, teng baravardan ham ko'piga qisqargan o'simta deb aytishdi. Teng baravardan ham ko'piga qisqargan o'simta deb aytishdi. Shunaqangi xursand bo'ldim. Ximiya tabletka bilan baravar shu Karimov giyohlaridan ichib yana qo'shimchasiga Boligalov nastoykasini ham ichib nastoyka giyohlar, stop metastaz degan giyoh ichib hamma doktor aytgandek qilib ichib hammasini. Shu 21 kunda birinchi kursda o'zida shuncha o'zgarish deb doktor ham hayron qoldi, onkologam. Shunaqangi xursand bo'lib ketdim va sizlar bilan bo'lishishga harakat qildim. Karimov doktorimiz bekorga aytmagan ekanlar, ximiya bilan baravar olib borsanglar natija zo'r bo'ladi deb. Xudoga shukr, mana 21 kunlik natijam mani o'zidalarga tushib, shunaqangi xursand bo'ldim. Doktor javob etgancha rosa xursand bo'lib ketdim. Judayam o'zgarish katta, judayam yaxshisiz deb aytdilar. Xudoga shukr.
Allohim shu Karimovga ham rahmat. Ilohim tani jonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Bizani to'g'ri yo'lga boshlagan. Allohga shukr. Allohim shifo bo'lishga Allohdan so'raymiz va shu ilohim shu biza sababini qilamiz. Alloh shifo bersin. Shu sababiga doktor Karimov ham bevosita bog'liqlar, Xudoga shukr. Qanaqa ichishi, qanday nima qilishlarini hammasini o'rgatib bordilar. Xudoga shukr. Men kapilni oldinroq olgan edim, lekin bu anaqa paytida ximiya tabletka ichgan paytda kapilni olmadim, faqat asidini o'zini 2 mahal 0,8 dan ichdim, 1 grammga yetkazmasdan. Va nastoykalarini hamma aytgan giyohlarini ichyapman. Xudo xolasa 2 kun dam olib yana boshlayman giyohlarni ichishni. Lekin tabletkaga ximiyaning tabletkasiga 1 hafta dam dedilar. Keyin ikkinchi kursi boshlaymiz dedilar, Xudo xolasa. Hammaga omad tilayman, hammaga ilohim shifo bo'lsin. Ilohim Karimovimiz doktorimiz omon bo'lsinlar, farzandlarini rohatini ko'rsinlar ilohim. Yana yangiliklar chiqaraversinlar ilohim. Salomat bo'ling. Sizga ham rahmat bergan ma'lumotlaringiz uchun. Mana shu narsalarni onkologga borganda bemalol qo'rqmasdan ayta olish kerak. Mana shu qo'shimcha bir vaqt o'zida davolanayotganligini tan oladimi, olmaydimi, buni qizig'i yo'q. Hozir tan olmaydi, kerak bo'lsa vaqt soat keladi, bizani butun dunyo tan oladi. Sizlarga natijalar qiziqtirayotgan bo'lsa, videoning ostiga ham natijalar silkasi bor, ham kapelni olish silkasi bor, ham Telegram guruhimizda silkasi turibdi. Salomat bo'linglar.